O'l, ana kirding 30 ga, haliyam tegmading erga. Endi o'zingni tasha shu dengizga deb bir pat yig'lab tursam, qarasam oq otdamas oq kemada Shahzodam o'tib ketyapti ekan. Jar po'lat deb jar solsam, Rizvongul hozir 6 sekund shunday metan zapravkaga kirib gaz quydirib chiqay, kemamni gazi tugagandi deb aldaydida. Koshki men bilmayman kemalar gazga emas, suvga yurishini. Uni buni qo'ying, bu tarixda eshiting. Nega bu karisvachchalar boy bo'lishini bilasizmi? Ha, o'sha siz kinolarda ko'rgandek bola boy, qiz kambag'al bo'ladi-yu, o'sha boy bolani dadasi Hyundai degan zavodni shu yerga quradi. Bu kompaniya butun dunyo yuragi bo'ladi. Sababi haydab turgan mashinangizdan yoki suzib turgan kemagacha butun dunyoni ta'minlab beradi. Mabodo yopilib qolsa, даже amerikaliklar ham ochdan o'ladi. Ha, bozor raqobatsiz bo'lmas, raqobatsiz bozor bu bozor emas degandek, bu kompaniyani ovsillari ham bo'ladi. Ya'ni Samsung, LG kompaniya bu bilan tengma-teng bellashadi. Yondiradigan joyi shu 3 ta yirik kompaniyani davlat emas, oddiy biznesmenlar boshqaradi. Ana karislar soqqani qanaqa qiladi? Bunaqa ma'lumotlarga miyaz perezagruzka qilib ketmasin deb mavzudan biroz chetlashamiz. Qanday go'zal tabiat, odam qadami yetmagan ekan deb xursand bo'lib tursam, bir pat qarasam, ikkitasi romantika qilyapti ekan. Tretilishni bo'lib o'rtasiga qo'shilib, chal o'ynasin, chal deb ashlayapman. Bu yerda esa Qorboboni cho'ntagini tekshiryapman. Qarasam, qopi yo'q ekanda, sovg'amni qayerga qo'ydi deb qiziqyapman. Ha, oxiri chidolmay archani tagini ham ko'tarib ko'ryapman. Pismayib shu yerga yashirgandir deb o'ylayapman. Bu yerda esa O'zbekistonning bayrog'i birinchi o'rinda turganidan faxrlanyapman. Qoravoychalarga qarab, men O'zbekistondanman deb maqtanyapman. Sog' bo'lasizlar.